Charchamaysiz? Olishni boshlayverli. Ha. Va sizga tekinga, sovg'aga Ginaflorani 40 kunlik svechasi. O'zi yaxshi bo'ldingizmi? Ha, yaxshi. Miyoma Xudoga bormi shukr. sizda? Bor edi. Kasallik Yaxshi. tarixingizda hattoki ko'chaga chiqa olmay qolgandi deyishgan. Shunday. Joyimda yotib qoluvdim. Xullas o'rnimdan tura olmay ikki tomonga ham yonboshlashga ham harakatim yo'q edi. Oyoqlarim juda ham yomon og'rib qoluvdi. Og'rib yuruvdi. Endi esa yo'q. Hozir necha kun ishlatdingiz? 40 kun. 40 Через kun deni ham to'liq bor edi-ku ishlatdingiz, 10 kun. ha? O'sha через den bo'ldi-da. Hozir yotish turishingiz qanaqa? Mazami endi? Yuribsiz-ku. Aql yosh bola ko'tarolmay qoldim. Bitta paqir ham ko'tarolmay qoldim. Paqir suv ham ko'tarolmay qoldim. Bilmasam, lekin hozircha yaxshi. Lekin boshida ishonmadim. Men ham xuddi rostmi, yolg'onmi yoki ko'pchilikdan eshitdim bunaqa o'tmagani uchun reklama qilyapti, boshqa qilyapti. Lekin o'tmagani uchun reklama bilan buni yo'li foydasi boshqa ekanda. Endi olib ko'rmasangiz reklamada ham hamma narsa oddiy melshovka narsa emas-ku. Shuning uchun bir ko'raylik dedik. Lekin yaxshi natija zo'r. Nima uchun call center orqali sotasizlar deb so'raydi. Biz ya'ni o'sha poddelka narsalarda ayollarni asrash uchun. Chunki buni poddelkasi ko'payib ketgan. Sizdan ko'raman. Poddelkasi ko'paygani uchun ham o'zimizda haqiqiysini olib tuzatsin deb o'zimiz call markazi orqali Malika faqat siz intervyu olganlaringizni ko'rib, siz borgan ayollar hammasini ko'rib, kommentariyalargacha o'qib, keyin foydalandim. Hozir bemalol o'ynab, kulib, sakrab, bemalol ishlarimni ham qilib ko'rdim demay, oldingidek hamma ishlarimni joy-joyida qilib ko'rayotgan ayollarga nima deysiz? ko'rsinlar, foydalansinlar. Miyoma Endi operatsiyadan ko'ra baribir tig' tegizib, yarim jon bo'lgandan ko'ra baribir olib foydalanib ko'rgan yaxshimi? Men lekin foydasini bildim. Lekin buni bo'lsa qilib foydalanib. Foydali yo'l. Bu qolgan 40 tasini ham qo'ying. Qolgan ginekologik muammolaringizni ham bartaraf etadi. Shunday, xudo xolisa. Xudo xolisa. Ko'rganimizdan xursandmiz. Foydamiz tekkanimizga sababchi bo'lgan shafaq egalaringizga rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Boshqa gunoh kasalliklarga rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.